Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi, manzillar yaxshimi do'stlar? Xo'p, mana Dunyo moshin bozoriga kelib oldik. Xudo xolasa, Inamarka narxlarini chiroyli qilib obzor qilib berishlikka harakat qilamiz. Videoga maksimal like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna qo'yish обязательно esingizdan chiqmasin. Xo'p, aytganimdek chiroyli qilib obzor qilib beramiz do'stlar. Keyin Telegram kanalimizda doim ishlatamiz. Bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha qo'yib boryapmiz. Har kunlik mashina qo'yilyapti. Har kunlik sotilyapti. Kanal sirkasi описание va kommentariyada bo'ladi. Xullas sotmoqchi bo'lsanglar, olmoqchi bo'lsanglar ham juda manfaatli bo'ladi. O'tinglar, obuna qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Xo'p do'stlar, birinchi traktordan boshlab olamiz. Inamarka traktordan. Bobomiz aytayapti, bobomiz urgan ekan, mana issiq o'tmasin, bobomiz ham tezroq sotib yuborsin-a, bu, xudo xolasa. Videoga nomerligini qo'yamiz. Yili 92-yil dedingiz, ha? Bu rangi qizil qanday bo'lgan bu? Bo'lganmi? Hamma joy radmi? Hech yerga tegmagansiz. O, hamma joy nima bo'lgan? Bitta girja portion almashgan. Girja portion almashgan, hamma yog'i radnoy deyapti. Mana bolalarni ko'rishinglar mumkin. Qancha? Bular traktor nimasi bu? Son yillik ishlaydi. 25. 25, T25, ha? Xo'p, nomer bor-a bu? Ha. Nomer aytib bor. 93lik. 93lik? 130. Ha, 130. 33. Ha? 32. 32. Keyin mana do'stlar, kammayda chiqarayotgan ular rasmlar ekan. Qolgan rasmlarni, ya'ni videolarni bemalol kelib ko'rsanglar ham bo'ladi, yo bo'lmasa tashlab beradi nomerlarga telefon qilsanglar. Mana do'stlar. Qayerdansiz bu? Sho'rchi alti. Necha pul bo'lyapti o'zi? Pul necha pul? Pulni aytmadi-ku. 50 ming deyapman. Manalar mana 70 million. 70 million bo'ldi? Ha, manalar mana 70 million. Ha, общий 70 million, o'zi bo'lsa 50 million. Ha. Necha pul qilib berasiz kanaldan so'rasam? Olmish qilib berasizmi общий hammasini? Yo'q, 65lar. Qilib berasiz, ha? Yana ham kelishasiz do'stlar. Telefon qilinglar. Bo'ldi. Variant qilib berasizmi? Variant. Bo'lishga. Yo'q. Faqat narx. Yo'q. Bo'ldi. Mol bo'lsa ham Do'stlar, variant yo'q ekanda, barterga molga ham imkoniyati bor ekan, Cobaltga ham imkoniyati bor ekan. Xullas, mashinaga ham molga ham imkoniyati bor ekan. Labolarga ham bo'lib beradi ekan. yo'q. Do'stlar, 22-yil Jetordan boshlab olamiz. Uni traktordan bo'lib ketdi. Bu ani bir xursand qilaylik dedik-da. Bu ham turmasin dedik. 22-yil ishlab chiqardik. Bu mana yomon-ku do'stlar. Xo'p, bir 6 bo'ladi motori. 1.6 motor. Atmosferada bo'ladi. Kraskalar bo'lmadi. Top toza o'zini diskalari, balonlarni ko'rishlar mumkin. 70 do'stlar. Bu yurgani qancha? Shuni olib beraylik, taraysiz. Yurgan 53. Mana qo'lik chiqol qo'shinni. Qonunlari, barlari, monitorlari 53 ming yurgan ekan do'stlar. Menimcha oluvdik panorama, duklari bor. Xo'p. Ko'rishlar mumkin. Qizg'ish salondan do'stlar. Kraskalar qop-toza deydi. Xo'p, bu benzindanmi resvo? Benzindan bu? Benzindan. Gaz qo'yilmagan, ha? Bo'ldi, gaz qo'yilmagan benzindan ekan. Narxini qancha aytyapsiz resvo? 21 ming. 21 ming. So'radingmi bozor? Qancha so'ra? 20 ga so'rama. Demanlar. Ya variant so'rama. Variant so'radi. Nomer bor-a? Ayting nomerni. 93lik 769 97 77 bo'ladigan senasi qancha naqd pul bo'ladigan bo'lsa? Raismi? 20,5 bo'lsa deydi. 20,5. 20 ga variant so'ragan bo'lsa 19 lar bo'lsa bo'ladimi aka? Naqd pul bo'ladigan bo'lsa. 20. Unda o'tmaysiz. Oxirgi narxi 20. Qayerdan sizlar? Yaqinqon. Bo'ldi. Bo'lsa oxirgi senasi 20 deyapti. Shu xullas X70 plus do'stlar. Ular ham rasxodlari ham kanapishni degan. Bu menimcha undan oldin bozorim chiqdimi, chiqmadimi, boshqa odam turuvdi-da, lekin aniq. Agar shu bo'lsa, men ham 100% bilmadim. 20 ming variantga so'ragan ekan. 53 ming yurgan, kraskalar 100% toza, 22-yil 4 ta baloni yaxshi holatda ekan. Lyuklari hamma yog'i bor do'stlar. Benzinda yurgan mashina ekan do'stlar. Do'stlar, jentralardan ham ko'rsatib o'raylik, xudo xolasa, mana jentralardan 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bu rangi mana mati bo'lib turibdi-da. Xo'p, mijgallari bor ekan. Kraskalar tozami? Toza. 50 ming probeg yurgan dedi. Balonlar mana harcha balon qo'yilgan ekan. Kalpaklarida.
U avtomat korobkaligi do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, lyuklari bor. Tonirovka urib qo'yilgan ekan. Elektronli polik chiqollar yangisi taqib qo'yilgan ekan. Xo'p, barlari bor. Xo'p, matfonlari ham bor do'stlar. 50 ming probiga yurgan do'stlar. Avtomat korobka so'raganlar o'sha xudo xolasa. Toza sut ketgan ekan lekin mana. Zadniy kameralari ham bor ekan. 01 turgan ekan. Bu narxini qancha aytasiz aka? 2145 ha? So'radimmi bozor aka? Nomer bormi, nomer? Nomer 510 nechilik? 145 bilan aytgan ekan. Nechilik aka? Hay Alloh. Oqson birlik ekan, nomerlarga telefon qilsanglar, so'radimmi bozor aka? 145 aytib turganmisangiz? 2004-yilda ishlab chiqarilgan BMW bor ekan do'stlar, mana stalno rangni o'tgan safar ham chiqarganim, obzorini qilgandik. Bundan oldingi videoda BMW inomarka narxlarida ko'rsanglar bo'ladi. Kraskasi qanday edi, rais bola? Kraskasi qanday edi? Nima degani qanday edi? Kraskasi qanday edi deyman, tozami? Ha, asfalt bo'lgan. Asfalt bo'lgan ha? Xo'p, o'zim diskalarda turibdi, bolalar ko'rishingiz mumkin do'stlar. 2004-yil. Xo'p, motorlarni aytgandik. Elektronli polik. Barlari bor, monitorlari bor. Orqa salonni ko'rishingiz mumkin, ko'jimni. Salon qan taraqlangan ekan to'plar. Mirjalmaydi. Umid Rashid bu Termiz yuradi shekilli. Kaladan ko'raman, chiqadi. Ha. Bo'lmaydi. Zo'rmisaga chiqadi. Bu narxini qancha aytyapsiz aka? 1,5. 1,5 ming. Telefon nomeri bor-a? 97 97lik 690 nechi? 692 99 92 ekan do'stlar. Qancha so'radi buni o'zi bozor? bozorga olib Bozor so'raman ekan do'stlar. Sizlar telefon qilib to'liq ma'lumotni olsanglar bo'ladi deganlar. Bu mana fanatlari bo'lsin. Hali xo'p do'stlar, Captiva so'raganlar uchun qorasini 3-4 qilingan varianti ekan do'stlar. Hozir kraskalarni ustida so'raymiz. Gazlar stonovka qilingan ekan. Bu kraskasi qanday? Toza. Faqat 4 qilingan hisobga bo'ldi. 4 plus qilingan ekan, balonlarni ko'rishingiz mumkin mana diskalarda do'stlar. 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. Sonni Yunusdan ham barlari bor, mana avtomat. Mana ko'chalari, start-stoplari bor. Yurgani qancha? 148. Halol. Mana alkantara qilingan lyuklar bor do'stlar. Xo'p, 200 million aytilyapti. So'radimmi bozorga? 180 qilingan beriladi. 180 millionga berilmadi. Naqd bo'lganmi? Variant so'radi, ha? Telefon nomeri bor-a? Telefon nomeri bor. Ayting nomerni. Saidlar nomerini aytib ber. Saidlar nomerini aytib ber. 95lik. Ha? 95lik 875 875 77 96. 77 96 mana do'stlar, metanlari ham bor aytganimni. Ikkita balon qo'yilgan ekan. Buni oxirgi senasi qancha naqd bo'ldi? 85. 80 ga berib yuboring. Naqd bo'lsa. Bo'ladimi? Qo'l tashlab qo'ying, berib yuboring, kanaldan so'rasalar. Variant so'ragan ekan-ku 180 to'g'rimi? Variant so'radi. Ayb hukumati pato mo'yimaydimi? Toza. Hamma yog'i garantiya. Bo'ldi. Udar yo'q. Bo'ldi. Usul udorlari yo'q ekan, hamma yog'i garantiyaga. Probeklarni hamma yog'ini aytib, bemalol telefon qilib ko'rib olsanglar bo'ladi deganlar. Xo'p do'stlar, trekker so'raganlar uchun birinchi pozitsiyasini so'raganlar bor edi. Faqat ikini ko'rsatamiz, birlari kam chiqadi do'stlar. Motor ochib bersak aka. Xo'p, 85 ming yurgan dedingiz, ha? 82,5 mingga yurgan ekan do'stlar. Kraskalar top-tozami? Kraskalar toza benzindami? Benzinda. ABS, konserv hamma yog'i joyidan. Toza turibdi do'stlar, saqlangan ekan, ancha-muncha. Xo'p, kraskalar toza dedik, o'zini mana diskalarda balonlarni ko'rishingiz mumkin.
Hop, elektronli polik chexol. Barlari o'zini. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin 82,5 ming probeg yurgan mashina. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Xullas, ancha-muncha qarab minilgan, kam minilgan mashina ekan-da. 85 mingga yurgan. 82 mingga yurgan do'stlar. Ko'rinish. Buni narxini qancha aytyapsiz? Narxini 145 deyapmiz, o'tib beramiz. 145 aytilyapti. So'radimmi hozir? Bozor so'ragan yo'q ekan. So'ragan yo'q, ha? Nomer bor, ha? Bor, 99lik, 99lik 560, ha? 77 63. Bo'ladigan sanasi qancha? O'tib beramiz aka. Aytib o'rsangiz, kanal qiziqadi biz kanalda. Aytib o'rganganmiz-da. 40 bo'lsa beramiz aka. 5 ming o'tamiz. Siz so'ragani yo'qmi hali? Bozor shu 10 minggacha so'rayapti-da. 10 mingdan 130 gacha. Ha, 128 Ozgina bor. bor deb turibmiz. Hafta e'longa ham qo'ydik, shunchalarga so'rayapti. 10 mingdan ozgina o'ting deyapti. Qaysi kanalga qo'ygansiz? Yo'q, Surxon avtobozorgami? Hafta e'longa. Shu Surxon avtobozormisiz? Siz Telegram kanalda hafta e'lon bo'ldi. Ha, o'shanga qo'ygansizmi? Ha, bo'ldi. 10 mingga qo'yilgan ekan. Qanchaga 10 qo'yilgan? ming so'rayapti-da, 10 ming 500 qo'yilgan. 11500 e'longa qo'yilgan ekan. Bir xil Rayhonni mashina egasi ekan, bom bo'ladi. Bo'ldi. Nomida turibdi. Bo'ldi. Xo'p do'stlar, bu yerda bozorda 10 ming so'ragan ekan, ya'ni 128-30 ga to'g'ri kelib qoladi. Kraskalari 100% toza. Xo'p. Trekker birda ishqibozlarga xudo xolasa benzinda mashina 82,5 ming probeg yurgan ekan. Qiziqsa telefon qilinglar, 140 million bo'lsa beraman deyapti. Baribir naqd pul bo'ladigan bo'lsa chiroyli qilib baribir o'tib beradi do'stlar. Bozordan chiqmagan holatda. Xo'p do'stlar, san'atda ikkinchi pozitsiyasi chiqibdi bozorga. Yangi mana anoda salondan chiqargan ekan. Yurgani qancha o'zi? 475 kilometr ekan, ha? Ha, 471 kilometr. 471 kilometr. Narxini qancha aytyapsiz aka? 225 so'rayapmiz. Ha. So'ralishi 215 savdo bo'ldi. Ha. Shundan o'tkazib so'rashsa berib yuboramiz. 215 dan o'tsa tepaga berib yuborasiz. Stok holatda xullas, yangi holatda. Haydalmagan, Haydalmagan, turgan mashina do'stlar. Nomer aytib yuboring, telefon nomer. 97lik 845 96 56. Qancha aka biz kanaldan so'rasa bir chiroyli qilib ayting qani. Qancha bo'lsa berib yuborasiz. Yurakdan. Aka 215 ni o'ziga ham berib yuboraman. Berib yuborasiz. Bermaganini beraman. Bermaganingizga berasiz. Variant qilib berasizmi yo'qmi? Yo'q, variant qila olmaymiz naqdga. Qarang, 150 million bersa, bir 2 oyda beradigan bo'lsa qanday? Bu naqd pul kerak deb. Naqd pul. Strashna bo'ldi. Xo'p do'stlar, Kia Sonet ishqibozlari bo'lsa, uni bilasizlar, o'zi juda mana trekker joyiga chiqib, juda orada salonlardan chiqmay qoldi. Sonet juda odamlarga yoqibdi, chunki ekonomishida 100 ga 5 ta, 6 ta yeydi do'stlar. Вообще kam yeydi bor-ku. Yana buni o'zim realni ko'rdim. Juda zo'r mashina. Motorlari ham hamma yog'i cho'tki chiqqan. Yurishlari ham, yumshoqliklari ham zo'r. Telefon qilsalar 215 million bermagan narximga berib yuboraman deyapti do'stlar. Qiziqsa telefon qilinglar. Ya'ni ishqibozlari bo'lsa. Xo'p do'stlar, Lux Plus degan Kia K5 ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa do'stlar, 390 million narx aytilayotgan ekan. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan balonlar bilan yangi o'zini diskalarida do'stlar. Xo'p, mana lyuklari bor. Elektronli polik chexol 12 ming yurgan ekan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bar, hamma bor. Ana o'zi yo'q-ku, ziyon yo'q-ku, sotiladi u nima? Ana o'zi bozorga ham borib ko'ryapti odamlar. Sizlar ko'ringan bo'lmasalarsiz. Men so'radim bozorga. So'radim bozor narxini. Internet qo'yvermang, nomerlar qolishdi. Xo'p do'stlar, mana bu yerda ham bitta olib ketaylik. Oxirgisi chiroylisi og'in olib ketamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 170 dedingizmi? 14. Nech pul aytasiz? 170. 170 million. Bozor so'radimi? Bozorni 150 ko'rmoq. 150 ko'rdi, ha? Kraskasi qanday? Bu feruzgacha toza deyapti do'stlar. 4-pokoleniya gazlar qo'yilgan, 2-4 atmosferniy bo'ladi. Bu o'zini mana diskalarida balonlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, lyuklar bor. Elektronli polik chexollar bor ekan bunda. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin o'zining holatida 166 ming yurgan ekan barlari bor. Mana orqa taraflari. Kujinni salon ekan do'stlar. Lyuklari ham bor ekan. Orqa tarafdan ko'rishingiz mumkin do'stlar. Aka. Nima kanal deyapti? Malaka.
Xo'p, bu 100 yillik kurda, telefon nomeri aytib yuboring. 159'lik 99lik. 623 Ha, 73 74 73 74. 623 Variantni berasizmi? ne var ki? Naqd pulmi faqat? Bartırızın gibi bartır. Barterga nima mashina? Filtra kod bo'lsa ham almashtirib yuborasiz, ha? Oxirgi senasi qancha naqd pul bo'ladigan bo'lsa? 60 liraymış. 60. Bermagansiz bermaysizmi? 50 ga. 5 ta chiqsa berib yuborasiz, xudo xolasa. Bo'ldi, qayerdansiz? Ne şart ne şart? Meni o'zidan, ha? Bo'ldi. Xo'p do'stlar, 150 million bozor savdosi bo'lgan ekan, 55 million bo'lsa berib yuboradigan dedi bor buvamizda. Motorlar moyimaydi, 4-pakkalana gazlari bor ekan, 166 ming probeg yurgan ekan. Kraskalari toza deyapti, to'rtta baloni yaxshi holatda ekan. Do'stlar, lukbuk hamma yog'i bor. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. 150 ga bermagan, barterga, Cobaltga, Gentraga imkoniyati bor ekan, lekin variant imkoniyati yo'q ekan. Dinoning mashinasi do'stlar. Xo'p do'stlar, 12 ta ham ko'rsatib o'ramiz. 2023 dedingizmi? 23-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda ikkinchi paysasi ekan. Bu benzindami? Ha? Propan gazlar qo'yilgan, ha? Kraskasi qanday? Salondan kelgan holatda ekan kraskalar do'stlar, mana o'zini kapaklari, balonlarni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi paysasi ekan do'stlar. Elektronik polik, chexol, xo'p, mexanika do'stlar, mana o'zi monitorlari 52 ming probeg yurgan ekan do'stlar. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Propanlari ustanib qilingan ekan, yevro variantidan do'stlar. Yaxshisidan ya'ni. Mana 12 ta ish qilib bo'ladi bo'lsa. Buni narxini qancha aytyapsiz, Respo? Narxini qancha aytyapsiz? 160 million aytyapsiz. So'radimmi bozor aka? 140 gacha var. 140 gacha bordi. Bermadingiz, ha? Nomerini aytib yuboring. 33'lik. Nechlik? 33. 33lik. 195. Ha, 89 90. 89-90. Oxirgi senasi qancha bo'ladi? Bo'ladi yani. Bo'layotgan 150 lar bo'lsa beramiz. 150. Yani 5 million kanalni sizga qo'yarim bo'laman. Telefon qilsa keldi. Pul tashab qo'ying. Yaxshida biz kanalni limon qiladi aka, haqiqatda. 10 ming, 20 minggacha odam ko'radi. Do'stlar 5 million skidka bo'ladigan bo'ldi do'stlar. Telefon qilinglar, qiziq bo'ladigan bo'lsa 23-yil, kraskalari 100% toza ekan, 52 ming probeg yurgan ekan, ikkinchi paysasi do'stlar. Xo'p, yevro propanlarni sonib qilingan ekan. Qiziq bo'lsa telefon qilib bog'lanib, baraka ko'rsanglar bo'ladi deganlar.